Assalomu alaykum chora ishqibozlari, Muslim Chora kanalini hurmatli obunachilari, akalar. Bugun 3-yanvar bo'lyapti. Hafta kuniga seshanba, akalar. Bugun bitta Golden Fries, bir dona Greenford buqalarimiz bor sotuvda. Telefon qilaverasizlar, pulini yengil qo'yaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Andijon viloyati Sharxon tumanidan bo'lyapti manzilamiz. O'zimiz xonadondan. Greenford buqa yosh oylar 1 yoshga bormagan. Chunki 5 oy oldin olgan ekan, 4-5 oylik deb sotgan ekan. Rossiyadan kelganda olingan. Lekin shaxdor varianti mana. Shax uzun. Lekin oyoq qo'llari o'ta baquvvat, qaranglar. Bo'ylari 1.17 akalar, bo'ylari 1.17. Bu Golden Friesimizni bo'yi 1.35 chiqyapti akalar. 1.35 plus minus deyveringlar. 1 sm, yarim sm yog'i. Mana. Mana qaranglar. Orqalari o'ta keng. Orqalar o'ta keng. Mana. Bo'yi 1.35 ga. Bu ham 10 oylik akalar, yosh oyligini so'rasizlar. Bu 10 oylik. Bu shu 11 oylik bo'lishi ham mumkin. 1 yoshga to'lmaganda, lekin shaqi bor xolos, shaxdor. Endi ikkovsiga pulini yengil qilib qo'yamiz. Xudo xolasa, buni 23 million so'm qo'yamiz. Bo'yi 1.35 da. Endi Greenford qimmat, bilasizlar. Ko'pchilik aytdi, qimmat desam ham, olib keling aka, olamiz, bab effekt zo'r dedi. Mana tavsiya qilib qolamiz sizlarga ham, akalar. Bo'ylari 1.17, narxini 25 million qo'yamiz buni, 30 million emas. Lekin etini ko'ringlar endi. 25 deyapmiz-ku, mana qaranglar. Suvay yo'qda molda. Mana. Qaranglar, orqalari ham korobka. Eti bor-da. Xohlasanglar, bo'yi baland, mana uni olinglar, mana arzonroq. 1.35. Endi ko'p Greenford baqiydigandan buni oladi, mana. 25 millionga xayr qilib beramiz. Dastlabkasi vodiy bo'ylab. Jupini olsanglar 24 milliondan. Bu ham 24, bu ham 24. Dastlabkasini qilib beraman, akalar. Telefon qilaverasizlar. Faqat like bosib qo'yinglar. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Rahmat hammaga. Keyin mana bir dona o'zim buqam bor. Bu ham videoga tushib qolyapti-da, buchi deb ko'pchilik so'raydi. Bu o'zimni buqam, akalar, sotilmaydi. Golden Fries bu ham. Bo'ylari 1.45 atrofida. O'zim boqyapman buni. 14 oylik bu. Bu ashina akasi bo'ladi. Mana orqalari ham zo'r. Bunga 1,5 kilo ertalab, 1,5 kilo kech payt yem yeyapti, akalar. Nima beryapsiz deydiganlarga. Bir jom silyos yeydi. Ertalab 1,5 kilo yem yeydi, bo'ldi. Shunaqa boqilyapti. Buni hozir sotmaymiz, akalar. Uncha bor. 1-2 oydan keyin xudo xolasa sotamiz.